ota-onalarimizni har bir dardiga sizu bizni hissamiz juda ham ko'p. Hali shunday kunlar keladi, ota-onangizga telefon qilib, ularning ovozini eshitishga ham zor bo'lasiz. Ota-onasi tirik bo'lib, ularning g'animatligini, ular jannat eshiklari ekanini qadriga yetmayotganlar atrofimizda shuncha. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi khalaqana va hadana wa qada alla na'budu illa iyyahu va bil walidayni ihsana. أمرنا بالبر وأداء الحقوق ونهانا عن الشرك والفسوق والعقوق والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي علمنا للوالدين أجمل العبارات وأخبرنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات وأمرنا لهما بالتواضع والنيل أعلى الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمتli jamoat, bugungi darsimiz har birimiz uchun juda muhim bo'lgan mavzu haqida bo'ladi. Alloh taolo barchamizga, dunyo oxiratimizga foydali qilsin bu darsni. Bu shunday mavzuki, bizni dunyodagi saodatimizni va oxiratdagi najotimizni belgilaydi. Ota-onaning haqlari va ularni hurmat qilish savobi. Ota-onalar shunday aziz insonlar, ular bizga dunyodagi eng yaqin va biz uchun o'zlarini fido qilgan insonlar. Biz hali dunyoga kelmay turib, onalarimiz bizni og'irimizni ko'p mashaqqatlar bilan ko'targan. Tug'ilganimizdan keyin ham kunduzi ko'p qiyinchiliklarda va kechalarni bedor bo'lib o'tkazishgan. Otalarimiz esa issiq sovuq demay, bizni halol rizq bilan boqish uchun bor kuchini, vaqtini va sog'liklarini sarflashgan. Mana shunday aziz fidokor insonlarga yaxshilik qilishni Robbimiz o'ziga ibodat qilishdan keyingi eng muhim vazifa qilib buyuradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Rabbiniz o'zining boshqaga ibodat qilib o'ngirdi, jana atayning yerga yaxshilik qilinglardi buyurdi. Agarda alardan birisi je eko teng sening qo'lingda qarilib quroqqa jesse, alarga uf deb aytma, alarga qatu aytib qapa qilba. Allarga doim jumshaq, jana siliq so'z suylu. Shu oyatdan kelib chiqib olimlar aytadi, har namozda yoki namozdan keyin ota-onaga duo qilish shar'iy amal hisoblanadi. Chunki Alloh taolo o'ziga ibodat qilishdan keyin shuni aytibdi. Oyat davomida ulardan birortasi yoki ikkisi ham qarib seni qo'lingga qarab qolsa, ularga uf demagin deyapti. Uf deyish inson qaysi millatdan bo'lmasin, biror narsadan zerikkanda aytiladigan eng qisqa so'z. Alloh taolo hattoki shuni ham ota-onangga aytma deyapti. Va ularni jerkimagin, ularga karim so'z ayt deyapti. Bu oyatdagi karim iborasi shuni ifodalaydiki, uni ohangida ham, ma'nosida ham, oqibatida ham ota-onaning ko'ngli ranjimaydigan chiroyli so'zlarni terib ayt deyapti. Alloh taolo bu oyatda nimaga endi aynan qarigan paytda deyapti? Chunki endi ota-onadan keladigan pul yo'q va ularning oldingi kuch-quvvati ham yo'q. Demak, haqiqiy toza mo'min farzand shunaqa paytda seziladi. Ularga mehringiz bilan o'zingizni past tuting. Hatto ko'ngliga botadigan oddiy hazil ham qilmang. Va yana Alloh taolo ta'lim berganday ularga duolar qilishimiz kerak. Robbirhamhuma kama robbayani sagira. Robbim, ular meni yoshligimda qanday tarbiyalagan bo'lsa, ularni shunday rahim qil. Shu o'rinda eslatamiz, ota-onam meni to'g'ri tushunishadi, ular beozor, yaxshi insonlar deb xotirjam bo'lmang. Nima uchun Alloh taolo ularga uf demagin deyapti? Nima uchun ularga o'zingni past tut, hoykisor bo'l deyapti? Chunki ularni yosh o'tgan sari qarichiliklari, ozmi ko'ppi injiqliklari, kasalliklari va hatto
aqliy tarafdan ham o'zlarini yo'qotishlari paydo bo'ladi. Farzand shu narsalarga doim tayyor bo'lish kerak. Shuning uchun jannat arzon narsa emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek, o'tgan zamonlarda 3 kishi yo'lda ketayotib, kuchli yomg'irdan qochib bir g'orga kirishadi. Shu payt tog'dan ulkan bir harsang tosh dumalanib, g'orning og'zini butunlay to'sib qo'yadi. Ular tashqariga chiqishning umuman iloji yo'qligini bilishgach, hayot mobaynida qilgan eng solih amallarimizni vasila qilib, Allohdan najot so'raylik deb har bir bittadan amalini o'rtaga qo'yib, Allohga yolvoradi. Ulardan biri: "Ey Allohim, meni qari ota-onam bor edi. Har kuni kechqurun mol-hollarimni sog'ib, sut olib kelardim. Eng birinchi ota-onamga berardim va keyin ahli ayolim va farzandlarimga berardim. Bir kuni uyga ancha kech keldim. Qarasam ota-onam uxlab qolishgan. Ularning uyqusidan bezovta qilgim kelmadi. Qo'limdagi sut bilan tong otguncha ularning uyg'onishini kutdim. Yonimda esa yosh farzandlarim qorni och holda yig'lab turishardi. Tongga yaqin ular uyg'onib sutni ichishdi va keyin farzandlarimga berdim. Allohim, agar men shu ishni sen rozilik uchun qilgan bo'lsam, bizga najot ber deb duo qiladi. Shu zahoti tosh biroz suriladi. Qolganlar ham xolis amallarni vasila qilib duo qilishadi va najot topishadi. Demak, ota-onaga yaxshilik qilish sumariyo bilan emas, odamlarga maqtanish uchun emas, xolis bo'lish kerak. Boshqa barcha amallar ham xolis va sunnatga muvofiq bo'lsa qabul bo'ladi. Ota-onangizga qilgan yaxshiliklaringizni maqtanishingiz yoki bir internet tarmoqlariga qo'yishingiz Alloh saqlasin, bu xolislik emas. Vaholanki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sumariyoni kichkina shirkligi haqida aytganlar. Dunyoning barcha eshiklari sizga yopilsa-da, ota-onangizga qilgan yaxshiliklaringiz hatto tog'larni jildirib sizga najot yo'liga sabab bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir kishi Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallamga kelib, "O Allohning elchisi, odamlarning ichidan mening yaxshi muomalama eng tatbiqtusi kim?" deb so'radi. "Alzat enang" dedi. Andan keyin kim dedi? "Alzat enang" dedi. Andan keyin kim dedi? "Alzat enang" dedi. Andan keyin kim deb 4-jo'li so'raganda "Alzat atang" deb javob berdi. Boshqa bir rivoyatda "Meni eng yaxshi suhbatimga kim loyiq?" deb so'raganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 marotaba "Onang" deb javob berdilar. So'ngra "Otang", so'ngra yaqinlik darajasiga qarab "Yaqinlaring" deb javob berdilar. Sahoba juda ham bir odob bilan, farosat bilan savol beruvdi, mana shunday javob oldi. Endi bir faraz qilaylik, biror boshligingiz yoki siz uchun juda hurmati baland inson oldida bir behuda so'zlarni yoki bir shaxsiy muammolaringizni ayta olasizmi? Yo'q, ayta olmaysiz. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlaridek eng chiroyli suhbatlarimizni ota-onalarimizga qilishimiz kerak. Farzandlar ko'zlarini ochish uchun Abu Hurayra roziyallohu anhu misol qilamiz. Hozirgilar bir dunyoviy ishlar yurishmasa yoki bir yangi dunyoviy ish o'ylab topsa, butun g'am tashvish shu ish bo'lib qoladi. Ota-onaning xizmatini unutadi yoki keyingi darajaga qo'yib qo'yadi. Lekin Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin Madina shahrining hokimi bo'lgan. Shunday paytlarda ham onasiga xizmat qilishdan bir lahza to'xtamagan. Vaholanki o'sha davrda Madina shahri bir tomondan Fors imperiyasiga, ikkinchi tomondan esa g'arbdagi qudratli Vizantiyaga qarshi urush ochgan bir yosh davlatning siyosiy markazi edi. Abu Hurayra roziyallohu shu davlatga hokim sifatida mana shunday katta ishlarga mas'ul edi. Lekin mana shuncha katta ishlar uni onasining xizmatidan, onasiga mehribonchiliklardan chalg'itib qo'ymadi. Abu Hurayra roziyallohu uydan ko'chaga chiqmoqchi bo'lsa yoki ko'chadan uyga kelsa, onasini eshigining oldiga kelib, "Assalomu alaykum onajon, sizga Allohning rahmati va barakati bo'lsin" derkan. Onasi ham unga shunday alik olar ekan. Abu Hurayra roziyallohu yana onasiga aytar ekan: "Meni yoshligimda tarbiya qilganingiz kabi Alloh sizga rahim qilsin.
Onasi ham unga chiroyli javob qilib, meni qariganimda izzat ikrom, yaxshiliklar qilganing kabi Alloh seni ham rahim qilsin derkan. Yana barcha farzandlar uchun Uvays ibn Omirni ibrat qilib eslatamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishini maqtab, u kishi haqida bashoratlar aytgan. Uning onasi bor. U onasiga juda ham mehribon, itoatli. Agar u Alloh nomiga qasam ichsa, Alloh uni qasamini ijobat qiladi. Umar roziyallohu ga ana shu insondan istig'for so'rab duo olishlarini vasiyat qilgan edi payg'ambarimiz alayhisalom. Usayr ibn Jabr roziyallohu aytadi, Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu har yil haj mavsumida yamanliklar kelsa, ulardan tinmay sizlarda oraylarda Uvays ibn Omir bormi deb so'rardi. Kunlardan bir kun Uvays keladi. Umar roziyallohu uni Arafat tog'ida topadi. Aslida uni atayin shu Arafat tog'ida izlardi. U yerda duolar ijobat. Uvaysni topgach unga aytadi: "Sen Murod qabilasini qorin urug'idanmisan?" Uvays ha dedi. "Senda oldin pes kasali bo'lib, 1 dirham miqdoridan boshqa hamma joying tuzalib ketganmi?" Ha dedi. "Onang bormi?" "Ha, onam bor." Shunda Umar roziyallohu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u haqida aytgan gaplarni, bashoratni aytib, "Menga duo qil, istig'for so'rab haqqimga duo qil, chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sendan duo olishimni menga vasiyat qilganlar" dedi. Uvays Qarni juda hayratlandi, chunki o'sha vaqtdagi mu'minlarning amiri, xalifasi, tirikligida jannatiyligi bashorat qilingan zot istig'for so'rab duo qilishni Uvaysdan so'rayapti. Uvaysning duosi Alloh huzurida shunchalik qabul bo'lishiga sabab onasiga bo'lgan hurmati, mehribonliklari edi. Uvays Qarni Umar roziyallohu uchun duolar qildi, gunohlari kechirilishi uchun ham duo qildi. Suhbat davomida Umar roziyallohu undan qayerga safar qilishini so'radi. Ko'faga deb javob berdi. Shunda xalifa Umar roziyallohu sen uchun Ko'fa valisiga maktub yozib beraymi dedi. Ya'ni senga g'amxo'rlik va yaxshi e'tibor berishlari uchun dedi. Uvays buni rad etib shunday dedi: "Men odamlar ichida nomi chiqmagan, noma'lum oddiy kishi bo'lib yurishni yaxshi ko'raman" dedi. Yana bir oladigan bu yerdan ibratimiz, oladigan foydamiz, Umar roziyallohu duoda olib ishim bitdi deb ketib qolmadi. Balki yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytargisi kelib, shu narsaga haris bo'lib, shu gapni aytuvdi. Insonlarni ko'pincha ota-onaning xizmatidan chalg'itadigan narsa bola-chaqa farzandlar bo'ladi. Shariatimizda avliyat degan narsa bor. Biz ibodat uchun yaraldik va shu ibodatlarning darajalari bor. Ibodatlarning avvali Allohning haqqi, keyin ota-onaning haqqi, keyin bola-chaqalar, farzandlar haqqi. Buni misol bilan tushuntirsak, bir yigit uylandi, lekin farzand ko'rish kechib ketdi. U yigitning bo'yindagi asosiy vazifa ota-onaning haqqini ado qilish edi. Lekin u yemay ichmay ota-onaning oldida ham g'amgin bo'lib, faqat farzand ko'rish qayg'usiga botib ketadi. Yoki biror bir kelin ham agar boshida shunday sinov bo'lsa, u ham ota-onasining yuragini siqib tashlaydi. Vaholanki beruvchi Alloh va o'sha beruvchi Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishni o'ziga ibodatdanla keyingi o'ringa qo'ygan edi. Agar farzand ota-onaning haqqini ado qilsa, birinchidan Allohning amrini bajargan bo'ladi. Ikkinchidan ota-onaning duosi bilan farzandga ham erishadi. Uchinchidan ota-onasini qo'yib, hali tug'ilmagan bolaning mehriga qurbon bo'lib, g'am-g'ussaga botmasdan ota-onasiga yaxshi mehribon bo'la olsa, kelajakda o'ziga ham shunday mehribon farzand tug'iladi. Endi farzand ko'rgandan keyin ota-onaga biroz bee'tibor bo'lib, va shu go'da bilan ovora bo'lsa, bu ham juda ham katta xatarli ish. O'ta katta jinoyatga qo'l urgan bo'ladi. Nafaqat o'zini, balki shu yosh farzandini ham kelajagiga juda katta jinoyat, xatarli ishga qo'l urgan bo'ladi. Chunki ana shu farzandi ham o'ziga o'xshagan bir bemehr farzand bo'lib voyaga yetadi. Ba'zilar aytadi, ota-onam meni hech tushunmaydi, yaxshiligimni bilmaydi deb har xil shikoyatlar qiladi. Vaholanki Alloh taolo aytadi: "O inson, agar otangning
seni o'zing bilmagan narsalarda maga shirk keltiruvga majburlasa, alarga mo'yin sunbag'in. Jana dunyoda al ekona yaxshi muomalada bo'l. Agar ota-ona eng katta shirkka buyursa ham, ularga qo'pollik qilishga ruxsat yo'q bo'lsa, ularga yaxshi muomalada bo'lishga Alloh buyursa-yu, qanday qilib o'zingiz fikringizni, dunyo qarashingizni shu oyatdan ham baland qilasiz? Qanday qilib ota-onangizni shu arzimas dunyo ishlari uchun xafa qilasiz? Ota-bola o'rtasidagi eng namunalardan biri Ibrohim va Ismoil alayhissalomlar qissasi. Otasi Ismoil alayhissalomga aytdi: "Men shunda Alloh vahiy qildi, seni Alloh yo'lida qurbonlik qilar ekanman" dedi. Ismoil alayhissalom: "Xo'p bo'ladi ota, nima desangiz men shunga roziman. Ey otajon, sizga Alloh tarafidan buyurilgan ishni qiling. Inshaalloh meni sabr qiluvchilardan topasiz" dedi. Mana shu yerda Ismoil alayhissalom boshini toshga qo'yib berdi. Mana shu yerdan oladigan ibratimiz, Ibrohim alayhissalom o'g'lidan butun hayotini, jonini so'radi. Bugungi kunda ota-onalar farzandlari bilan gaplashishga kelib, "Ke ozgina o'tir" desa, "Hozir ozgina ishlarim bor" deydi, yoki do'stlar bilan to'planishni bahona qiladi. Bola chaqa bilan ovora bo'ladi. Ota-onasi uchun yarim soatini xotirjam ravo ko'rish qiyin. Ismoil alayhissalom otasi uchun hayotini qurbon qilishga rozi bo'lgan edi. Alloh taolo uni hayotini qaytarib berdi, payg'ambarlik ham berdi. Hatto zurriyotidan eng ulug' payg'ambarni chiqardi. Ularga Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Ota-onasiga mehrini, vaqtini bera olmayotgan yoshlar, farzandlar o'zlariga bir qarab qo'ysin, ko'zlarini ochsin. Bu eslatmalar va ibratlar ota-onasi tirik bo'lgan baxtli insonlar uchun edi. Endi shunday zo'r imkoniyatlarni qo'ldan chiqargan va qalbida armon alamlar qolganlarga ham dinimizda muhim ko'rsatmalar bor. Ota-ona olamda o'tgan bo'lsa, ularning haqqiga doim namozda duo qilish, istig'for aytishimiz kerak. Hadisda kelganidek, ular hayotlik chog'laridagi yaqin insonlarni ziyorat qilishimiz va ularga chiroyli muomalada bo'lishimiz kerak. Va yana ota-onaning haqqiga imkon qadar sadaqa joriyalar qilish kerak. Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhu apasi dunyodan qaytgandan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib so'raydi: "O Allohning elchisi, apam ko'z yumdi, anin atidan qaysi sadaqani berganim eng yaxshi bo'ladi?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Odam darga suv tarqatuv" deb javob beradi. O'shundan keyin Sa'd ibn Ubada apasin atidan quduq qazdiradi. Demak, sadaqa jariyalarda eng yaxshisi insonlarga suv tarqatib, ularni suv ichishiga sabab bo'lish kerak ekan. Ota-ona olamda o'tgandan keyin ularni sizu bizga bo'lgan hojati tirikligidan ko'ra ko'proqligini unutmang. Chunki ular endi qabrda, ularning holatini faqat Alloh biladi. Yuqorida aytganimizdek, ota-onalarimiz shunday aziz insonlar, ular biz uchun hayotlarini, sog'liklarini fido qilishgan edi. Ota-onalarimizni har bir dardiga sizu bizning hissamiz juda ham ko'p. Alloh taolo bizga Yoqub alayhisalomni eslatadi. Yoqub alayhisalom Yusufni yo'qotib, sog'inch va iztiroblanib nima dedi? Ey bechora Yusuf'a! Yoqub alayhisalom gam alam yutaverib, ko'zlari oqardi, ojiz bo'lib qoldi. Demak, ota-onalar shunday mehribon insonlar ekan, farzandlarini sog'inib ham kasalga duchor bo'lsa ekan. Tobiinlardan Iyoz ibn Muaviya onasi vafot etganda qattiq yig'ladi. Nega bunchalar ko'p yig'layapsiz deb so'rashganda, men uchun jannatga ochilgan 2 eshikdan biri yopildi deb javob bergan ekan. Hurmatli aka-ukalar, uyingizdagi jannat darvozalarini g'animat biling. Yonda o'tirishga vaqtingiz bo'lmayapti. Ba'zan telefon qilganda ko'tarishga ham vaqtingizni qizg'anasiz. Hali shunday kunlar keladi, ota-onangizga telefon qilib, ularning ovozini eshitishga ham zor bo'lasiz. Ota-onasi tirik bo'lib, ularning g'animatligini,
ular jannat eshiklari ekanini qadriga yetmayotganlar atrofimizda shuncha. Ular ota-onasining qalbiga ozor berib yoki uzoq safarlarda uzursiz kelmay, bolam qachon kelarkin deb sog'intirib, g'amga bottirib norozi qilishsa, o'zlari sezmagan hollarda ota-onalariga oq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: burni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin dedilar. Sahobalar kim yo Rasululloh deyishganda, ota-onasi yoki ulardan biri tirik bo'lib, qarigan onlarda ularning xizmatlarini, haqlarini ado qilib jannatiy bo'la olmagan kishi deb javob berganlar. Umar ibn Abdulaziz o'g'li Mehronga nasihat qilib aytadi: ey o'g'lim, ota-onasiga oq bo'lgan, itoatsizlik qilgan kimsa bilan hech qachon do'stlashma. Chunki o'z ota-onasiga vafo qilmagan senga ham aslo vafo qilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: adam o'lgandan keyin anin amal to'xtaydi. Bergana 3 narsadan savob kelib turadi. Sadaqa jariya, paydalu ilm, ota-onasini duo qila turgan solih farzand. Alloh taolo barchamizni shunday solih farzandlardan qilsin. Hurmatli jamoat, yuqorida ota-onasi tirik bo'lgan va mana shunday baxtni hali qo'ldan chiqarmagan insonlarga Allohning kitobi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'gitlaridan qo'ldan kelishicha eslatmalarni to'plab aytdik. Lekin shu g'animat bo'lgan eng aziz insonlarga bee'tibor bo'lganlar nima deymiz? Bir umr ota-onasining xizmatini qilib o'tgan bir mashhur olimning gapiga hozir quloq solamiz. Keyin har birimiz o'zimizga, vijdonimizga baho berib, eng kerakli haqiqatni tushunsak ajomas. U kishi aytadilar: onam jisman vafot etdi, lekin u mening hayolimda, qalbimning tub-tubida va hayotimda tirik. Hech qanday mubolag'asiz aytaman, ba'zan onam vafot etganini esdan chiqarib qo'yaman va unga telefon qilmoqchi bo'laman. Bu holat ko'p marta yuz bergan va hali ham davom etyapti. Doim safar qilsam manzilga yetib olib, onamga telefon qilardim. Safardan qaytganimda ham shu odatim bor edi. Safardan uyga kelsam, to'g'ri onamni oldiga kirardim va peshonasidan o'par edim. Uning yonida o'tirardim. Onamning uyim bilan yonmayan edi. Safarga chiqmoqchi bo'lsam ham eng oxirida onam bilan xayrlashardim. Onamning ushbu duolarini eshitish uchun: bolam, seni Allohga omonat topshirdim. Allohim seni panohida saqlasin, sog' salomat qaytarsin va barcha yomonliklardan asrasin deb duo qilardi. Safarda ham, qaytganimda ham Allohdan keyingi ishonchli qo'riqchim edi. Otam ham, onam ham menga ko'p duo qilardi. Hozir ikkalasi ham vafot etgan. Otam vafot etganda go'yo yarmimni yo'qotganday bo'ldim. Onam vafot etganda esa dardim yanada og'irlashdi. Onam dunyodagi yagona mehribon insonim edi. Onadan keyin inson o'zini tiklash juda qiyin. Agar Alloh taolo yolg'iz tashlab qo'ymasligini inson his qilmasa, onadan keyin unga kuyunadigan hech kim yo'qligini va hayot maydonida yolg'iz qolganini bilib, inson ruhan qiynalib qoladi. Faqatgina eng mehribon Alloh taolo ekanini va bandani yolg'iz tashlab qo'ymasligini bilgan inson hayotda tik tura oladi. Amin. Allohim, sen huzuringga ketgan ota-onalarimizni rahmatingga ol. Jannatlarda bizni yana birga qil. Hayot bo'lgan ota-onalarni umrini uzoq va barakatli qil. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk.